Assalomu alaykum. Bugungi passage'imizda home office the shortest commute. Ya'ni uydagi ofis va eng qisqa qatnash, ya'ni commute degani qatnamoq, biror joyga ishlash uchun qatnab borib kelish degani. As a verb. Okay, so let's continue. A home office allowed me to maintain career paths I was on, say Colin Clark, reflecting on 3 years of telecommunicating between Sacramento, California and Richland, Washington. Hop. Demak, allowed degani imkoniyat berdi degani. Maintain degani ushlab turish, ya'ni bir maromda saqlash degani. Career path degani shu o'zini karyera yo'li degani. Eng muhim so'zlardan biri, mana ikkalasi birdan keladi. Reflect on degani. Ya'ni o'z ta'sirini bora-bora ko'rsatmoq deganday tarjima qilsak bo'ladi. Demak, qarang. Uydan ofis qilib olish imkoniyat bergan edi menga, ya'ni karyeramni davom ettirishda desak bo'ladi. Mana maintainni davom ettirishda deb tarjima qilmoqchiman. Career path degani, misol uchun, qarangda, bu career path degani siz biror joyga ishga kirdingiz, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin siz ko'tarilasiz, promoted qilinasiz, aytaylik, o'zingizdan tepadagi lavozimga. O'sha career path bo'ladi-da. Career ladder, career path deb aytsak bo'ladi. Ya'ni karyeramning tepaga sekin-sekin ko'tarilishi deb-da. Buni umumini mana shuni umumiy belgilasak ham bo'ladi. Career path hammasi anaqa qiladi. Birdan kelsa bo'ladi. Collocation bo'ladi. Ya'ni maintain career path. Kelinglar bitta gap tuzib beraman. Ko'p hollarda gaplarni mana shu berilgan strukturalarga og'zaki tuzaman. Misol uchun, men odamlar muntazam o'qish kerak, o'zini karyerasini tepaga ko'tarib borish uchun desak bo'ladi-da. In order to maintain the career path, people should continuously study desak bo'ladi. Xuddi shunday, uydan o'tirib ishlash, uy ofisi menga imkoniyat berdi. Karyeramda ko'tarilishimni deyapti. The career path I was on degani o'sha turgan karyeramdagi demoqchi bo'lyapti-da. O'sha gapni mana Colin degan yigit aytayapti. Qarang, virguldan keyin fe'l va ing kelsa, gan holda deb tarjima qilamiz. Ya'ni o'z ta'sirini ko'rsatgan holda 3 yillik telekommunikatsiyada ishlagan va u qatnagan. Kaliforniyadan Washingtonga qatnab ishlagan. Tasavvur qilyapsizlar, ikkita shtat. Bu degani Amerikaning ikkita shtatidan qatnab ishlagan. Ya'ni Kaliforniya shtatidagi Sacramento degan qanaqadir bilmaymiz u endi bir bo'limida va Richland degan joy. O'sha joydan qatnab ishlab turib aytgan, ya'ni 3 yil davomida qatnab ishlagan, to'yib ketgan, nadayil bo'ldi, men to'ydim degan. Va keyin bu ishga o'tgandan keyin karyeramni o'sishimda yordam berdi deb aytganda, o'sha uydan turib ishlash meni karyeramni ko'tarilishimga yordam berdi deb turib aytgan va mana reflect on degan bora-bora sekin-sekin ta'sirini ko'rsatmoq deganda. Xo'p, yaxshi. When Clark and her husband decided to move to California, she looked for a way to keep her job with public relations company that contracts with the federal government. Qachonki Clark va uning eri, bu значит ayol kishi ekanda, uning eri qaror qilganda Kaliforniyaga ko'chishda, look for, u izlagan edi. Izlagan edi yo'l. Qanday qilib o'zlarini ishlarini, uning ishini saqlab qolishga. Keep her job with the public relations company that contract with the federal government. She looked for a way to keep her job with public relations.
company that contracts with the federal government. Xo'p, nima deyapti bu yoqda? Clark va uning eri qachonki qaror qilganda Kaliforniyaga ko'chishni, Clark izlaganda qandaydir bir yo'l o'zini ishini saqlab qolishni with public relations company. Ya'ni qarang, mana buni bunday qilaylik. Mana shu narsa bu public relations company degan davlatni ulushi bor kompaniya. Misol uchun aytaylik, ikkiga bo'linadi tadbirkorligi. Birinchisi davlat tadbirkorligi, davlat ulushi bor kompaniyalar. Ikkinchisi xususiy tadbirkorlik. Mas'uliyat cheklangan jamiyatlar tuzib olyapti, ya'ni YTTlar, yakka tartibdagi tadbirkorlik. O'shalarda emasdan-u davlatniki. Misol uchun aytaylik, hokimiyatda ishlaydimi yoki qanaqadir bir oltin konlarida ishlaydimi? Bular hammasini davlat ulushi bor kompaniya. Uni ham ishi shunaqa bo'lgan ekanda, u ham shu Kaliforniyaga ketaman deganda, u ham shu davlat ishidagi ishini saqlab qolish maqsadida, ya'ni mana public relations company degan davlatning ishi degan. Saqlab qolishni xohlagan edi. Public relations company that contracts with federal government. Mana yana isbotlayapti. Ya'ni qanaqangi kompaniyaki kontrakti bor, davlat, federal government degan shu davlat bilan kontrakti bor deyapti. Kontrakt degan tuzilgan kontrakt, to'g'rimi? Shartnoma deymiz. Federal government degani bu shu davlatda shu federal nima desam bo'lar ekan, ya'ni davlatning ulushi bor bo'lgan nimada, ya'ni mana bu ikkalasi bir xil. Mana bu so'z bilan federal government bilan public relations company ikkalasi bir mazmunda keladi. Ya'ni federal government degan shu qonuniy tomondan nazorat qilib turadigan davlat degandek gap bo'lyapti-da. Короче, o'sha davlat ishida ishlab qolish xohlagan ekanda, значит, bunday bo'lyapti hozir. Ular Kaliforniyaga ko'chgan, o'zi Washingtonda ishxonasi bo'lgan. To'g'rimi? Ishxonasi Washingtonda bo'lgan. Va Kaliforniyaga ko'chayotganda Kaliforniyadagi ishi u davlat ishi bo'lganda, короче, yoki davlat ulushi bor bo'lgan korxona bo'lgan. Shu davlat ishida ishlab qolaman degan, u Kaliforniyaga ko'chayotgan bo'lsa ham, ya'ni harakat qilgan, mayli, men Kaliforniyaga ketsam, shu Washingtonda ishlamoqchiman deganday bo'libdi-da. Xo'p, keyin to keep that end, she proposed a telecommunicating schedule that had her at home in California for 3 weeks and on location in Washington for 1 week each month. Nima demoqchi bo'lyapti bu yoqda? Qarang, to that end degan oxir oqibat degan, tushunali? Va nihoyat yoki eventually degandek gapdi. Eventually she proposed degan taklif qildi deyapti. Taklif qildi a telecommunicating schedule, ya'ni telekommunikatsiyadagi jadvalini, ya'ni telecommunicating schedule degani o'zi shu aloqada turib harakatlanadigan o'zini shu ishxonasida jadvalni o'zi taklif qildi. Ya'ni aytadi bu o'zi ishxonasiga taklif qilgan u. Короче, men mana shu schedule bo'yicha ish olaman, o'zim Kaliforniyada bo'lsam ham degan. Bu schedule nima bo'lyapti? That had her, ya'ni undan vaqt oladi uyda Kaliforniyada 3 hafta va on location, ya'ni ishxonada Washingtonda 1 hafta har oyga. Ya'ni u o'sha Washingtondagi ishxonasiga shunaqangi mana schedule taklif qilgan, telecommunicating korxonadagi tashkilotdagi o'zini schedule taklif qilgan. Schedule degani shu jadvalni, mana shunaqangi jadvalda ishlay olaman degan. Ya'ni buni jadvali shunday bo'ladiki, Kaliforniyada ishlaydi, ya'ni o'zi ko'chib ketayotgan hududda 3 hafta ishlaydi va 1 hafta ishxonaga borib ishlaydi. On locationda ishlaydi. Oyda, bir oyda shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu o'zimiz tilida gibrid ishlash deyiladi. Ya'ni 3 hafta uydan turib ishlaydi, 1 hafta Washingtonga borib ishlab keladi. Shuni taklif qilgan ekan. Her company astounded her and said yes. Uni kompaniyasi uni qarangda, astounded degani borki, shokka tushirib qo'ydi degan.
Astounded. Boyagi so'z bor-ku, astonishing deymiz-ku, to'g'rimi? Shunga o'xshagan so'zlar. Ya'ni uni shokka tushirib qo'ydi va xo'p dedi. Ya'ni astounding degani uni juda ham bir hayratga solib qo'ydi deganday gapda. Nimaga deganda, u o'ylagan edi, shunaqangi schedule-ni taklif qilganda, "Yo'q, unaqa bo'lmaydi, ishdan bo'shataman seni" deydigan javobni kutgan edi, lekin uni ishlatgan kompaniyasi uni hayratga solib qo'ydi. U 100 hozir отказ olaman deb borgan, lekin kompaniyasi teskarisiga harakatlangan. "Davay, mayli" deb yes deb aytgan. Astounded degan uni hayratga solib qo'ydi deganda. It hadn't been done before, but now the company is looking into ways to encourage more people to try telecommunicating. Qarang. It hadn't done before degan avval bunaqasi bo'lmagan edi degani. Ya'ni qanaqasi bo'lmagan edi degani bu. Ya'ni kompaniya avval bunaqangi onlayn ishlashga hech kimga ruxsat bermagandi degandek gapda. Ya'ni avval bunaqasi bo'lmagan edi. It hadn't been done before. Ya'ni avval bunaqasi bo'lmagan edi. But now, lekin ayni paytda kompaniya izlayapti, qarang. Look into degani look for ga sinonim bo'ladi. Izlayapti ways to encourage more people. Ya'ni yo'llarni izlayapti, ko'proq odamlarni jalb qilishga, telecommunicating sohasini bir sinab ko'rishga. Ya'ni ishxona yana kadrlar jalb qilayotgan ekan, o'sha o'zining sohasidagi ishchilar ko'paytirish maqsadida. Endi bildingizlar, ya'ni u kompaniya hozir ha degan, ya'ni u qiz Clark degan qiz yo'q deydi degan va yes degan. Va bunaqangi onlayn ruxsat berish oldin bo'lmagan, mana oldin bo'lmagan. Chunki o'sha paytda udashni kelganda bu qizga. O'sha paytda kompaniya ko'proq ishchilarni nima qilyapti, jalb qilayotgan ekanda o'zining anaqasiga. O'shanga nima qilganda, to'g'ri kelib qolgan ekanda. A home office loft was added to Clark's plan for the new house in Sacramento. Qarang, mana buni bilaylik. A home office loft degani nima desam bo'lar ekan-a? Qarang. Chertakdan bitta xona qilib oladi-ku. Chertakdan bitta xona qilib oladi. Ya'ni qanaqadir bir ofismi yoki bilyard qo'yadimi u yog'iga, o'sha loft deyiladi-da. Tom, chertak. Home office loft Clarkni rejasiga qo'shildi. Sacramento qayerda? Bu Kaliforniyada, mana qarang, mana. Ya'ni u o'sha yes javobni olgandan keyin u birdan o'zini rejasiga qo'ygan, hozir boramandan Kaliforniyadagi uyimni tomini ofis qilib olaman deb aytganda, va o'sha yerdan turib ishlayman degan. So open to the second floor of the house, the loft was designed to be self-contained and separate from the rest of the house. Qarang, through open to the second floor of the house. Ya'ni qarang, bu deyapti o'sha ya'ni o'sha ikkinchi uyni ikkinchi etaji bilan qo'shilib ketgan ochiq deyapti, tushunasizmi? Yo'q. Through open to the second floor of the house. Ya'ni unaqa emas ekan, ya'ni o'sha loft, loft ikkinchi etajga qanaydir bir ochiq turar ekanda, ya'ni ko'rinib turar ekan. Ikkinchi etajga chiqsa o'sha chertakni ko'rib turar ekan, shunaqa ekan, shunga bog'langan ekan, ya'ni ikkinchi etajdan unga o'tib ketsa bo'lar ekanda. Loft deyapti. Loft o'sha tom chertak dizaynlashtirilgan edi. Self-contained degani отдельный xona degan, qarang. Self-contained degani o'zi отдельный bitta xona bo'lib anaqa qilingan, ya'ni qanaqadir bir ikkinchi etajga qo'shilib ketmagan, отдельный bitta alohida xona bo'lgan ekanda. And separate from the rest of the house. Ya, qarang, the rest of something degani uyning qolgani deyapti-da, qolganidan degan. Ya'ni bu uydan ajralib turadi deyapti. The rest of degani uyning qolgan boshqa tomonidan deganda. Uydan ajralib turar ekan u. Chertak отдельный, отдельный bitta xona ekanda. Значит, bu отдельный xona haqida gap ketyapti. Uydan, o'zi yashab turgan uydan отдельный xona ekanda o'sha loft. Okay. Extra phone lines were installed during construction. Ya'ni endi u yerda ofis qilgandan keyin ozgina remont qiladi-ku.
o'sha remont qilayotgan paytda qo'shimcha telefon simlari, telefon sim, Wi-Fi simlar ham o'rnatilgan. Ya'ni install degan o'rnatmoq degan. O'rnatilgan edi konstruksiya payti, ya'ni remont qilayotgan payti. Endi boryapti-yu o'sha joyda qanaqadir bir remont qilyapti. O'sha yerda endi ishlayman debdi, bu ham umid qilib remont qilyapti. O'sha paytda simlarni ham uстановка qilib ketgan, telefon sim, Wi-Fi simlarni ham. Her employer arranged for her to have remote access to a local area network, processed through an audio dial feature with a built-in call card. Xo'p, demak buni tarjima qilib beraman. Nima deyapti? Qarang. Her employer degan uni ish berayotgan xo'jayinlari, ya'ni uni ish berayotgan xo'jayinlari kim? Washingtondan. Ish berayotgan xo'jayinlari, qarang. Arranged for her degani borda. Arranged for her degani unga kelishib berdi. Kelishib berdi. Ya'ni kelishtirib berdi degani, qarang, bunday demoqchida. Kelishtirib berdi degan, misol uchun Kaliforniyada turib, o'sha Washingtonda turib, Kaliforniyaga telefon qilyapti-yu, mana shu yerda bizni Kaliforniyani hokimiyatiga, qanaqadir bir mahalliy hokimiyatiga, mahalliy o'zini nimalariga telefon qilyapti-yu, meni mana shu yerda bitta ishchim bor. O'shani uyiga telefon simini o'tkazib bering deb kelishib beryapti uning uchun. Arrange for degani unga kelishib bergan deyapti-da. Uning ish beruvchisi kelishib bergan edi unga remote access to the local network, ya'ni juda ham uzoqda bo'lgan kirish imkoniyatini bergan. Uzoq bo'lsa ham qarang, remote access to degan nimagadir kirish imkoniyati. Uzoq bo'lsa ham mahalliy network degani, ya'ni telefon simi, telefon simimi, Wi-Fi simimi nima bo'lsa ham local area networkingga uyigacha o'tkazib bergan uning ishxonasi. Proceed with the audio dial feature. Qarang, proceed through degani bu yerda shu bilan ishlov berilgan degan. Tushunarli? Nima bilan ishlov berilgan? Ya'ni audio call feature with a built-in calling card. Ya'ni bu mana shuni option collocation qilib tarjima qilib berayin. Ya'ni mana shu nima? Bu sim telefoni ichida bir oylik puli bor bo'lgan karta. Ya'ni bir oyga upload qilmaydi. Misol uchun 1 oygami, endi 3 oygami, endi o'zini nimasi borda, kelishuvi bor. Vaqti qanchalik. Ya'ni o'sha telefonga audio dial feature with a built-in calling card degani, ya'ni telefon qilish kartasi ichida bo'lgan avto telefonda raqamlar teraydigan telefonni bilan jihozlab berdi deyapti-da, Ya'ni uni xonasiga ham qanaqadir telefon o'rnatgan va telefonda ham pullar to'langan. Shunaqaga hamma narsa xususiyatlar ichida bo'lgan telefonda uстановка qilib bergan. Zo'r telefonni-da, Audio feature with a built-in calling card degani shu maxsus pullari ham hamma narsasi to'langan va qulay bo'lgan telefon o'rnatib berdi deyapti-da. Telefonni o'rnatgan uyga hozir bular networking ham olib kirgan. Telefon simini ham olib kirgan. Clark's office phone in Richland automatically bounced callers to her Sacramento address. Ya'ni qarangda, hozir bu uyini ofis qildimi? O'zi u qayerda ishlaydi? U o'tirib Washingtonda ishlash kerak edi. Ya'ni bu menimcha telefonlarga javob beruvchi odamga o'xshaydi-da bu. Ofisda Clarkning ofis telefoni, ya'ni Richlandda, ya'ni Richland bu Washingtonda o'zini eski o'tirgan stoldagi telefon bunga Clarkka telefon qilsa, u avtomatik uni qayerga bog'lab beradi? Uni Kaliforniyadagi Sacramento adresiga bog'lab beradi. Ya'ni ofisga o'sha Clarkka telefon qilsangiz, u primoy qayerga tushadi? Primoy Kaliforniyadagi uni telefoniga tushadi. Tushunasizmi? A lot of callers didn't realize I wasn't on site, she says. U aytadi deyapti, juda ham ko'p telefon qilgan odamlar
payqamas edi ham men o'sha ishxonadaligimni. Ishxonadamanmi, ishxonada emasmanmi bilmas edi. Ular o'ylardiki, men telefon ko'tarayotgan shaxs u ishxonada o'tiribdi deb o'ylardi. Lekin u bitta shtat boshqa joyda u telefon ko'targan. Uni shu telefon qilayotganlar bilmaganimda. Kelinglar, mana boshqacha sizlarga tushuntirib beraman. Logistika sohasi bormi? O'sha logistika sohasida telefon qiladi, logistikada o'sha operator yigitlarga telefon qiladi. Operator yigitlar gaplashadi. O'sha telefon qilgan odamlar bor-ku, uni Amerikani ichida deb o'ylaydi-da. Lekin ular O'zbekistondan turib ishni qiladi. Xuddi shunday bo'lyapti-da hozir. Keyingisi. Adapting to working at home was a learning experience, Clark admits. Qarang. Adapt to something degan narsa bor, moslashish degani. Uyda turib ishlashga moslashish bu xuddi nimadir o'rganadigan bir tajriba bo'lgan edi deb Clark tan olgan o'sha holatni. Ya'ni u ham u narsani men o'rganyapman. Bu o'rganayotgan bitta qanaqadir o'rgangan narsa bo'ldi, uydan turib ishlash deyapti-da. Ya'ni avval unaqangi ishlamagan, bu o'rgangan. Qarang. She found that it was important to minimize distraction. U payqadiki, u angladiki, qarang. She found degan u angladiki, distractionlarni qisqartirish juda ham muhim. Qarang, distractionlar nima? Uyda o'tirib ishlasangiz nima bo'ladi? Atrofingizda bolangiz keladi, yoningizga kelib o'tirib oladi yoki uydagilaringiz kelib o'tirib oladi yoningizga, yoki qo'shnilaringiz keladi. Qisqasi sizda juda ham ko'p distraction bo'ladi uyda turib ishlasangiz. Ofisda ishlasangiz unaqangi distractionlar bo'lmaydi. Qisqasi distraction degan chalg'ituvchi narsalar degan. U o'zi bilgan ediki, ras uyda turib ishlasam, men ilojisi boricha uydagi distractionlarimni kamaytirishim kerak. Everything need to be in the work area. U o'yladiki, hamma narsa ishlayotgan joyimda bo'lishi kerak deyapti-da. Ya'ni hamma narsa nimaga kiradi? Bu yerda hozir abid qiladigan gaz plitasi ham, kofe tayyorlaydigan kofe mashini ham, suv ichadigan narsalar ham hammasi o'zini ishlayotgan joyida bo'lishi kerak. Chunki o'sha narsalarni qilishga ham u bir joyga borish kerak emas deyapti-da. O'zini ish stolida turish kerak. She says, so that you're not up and down, back and forth. Ya'ni so that degan maqsadida degan bu yerda hozir. So that siz deyapti tepaga chiqib tushavermasligingiz uchun, borib qaytavermasligingiz uchun deyapti. Qarang, up and down degan tepaga chiqib tushavermasligingiz uchun, back forth degani borib qaytavermasligingiz uchun degani. Nimaga unaqa deyapti? Endi tomda-ku, bu chertakda-ku. Chertakdan nimadir kerak bo'lsa, pastga tushib olib kelavermasdan hamma narsani oldingizga olib kelib borishingiz kerak edi. Pastga vashcha tushmasligingiz kerak keyin birinchi darajaga. Chertakda o'tiraverasiz, yashayverasiz. She also came up to realize that her work benefited if she followed the routine of getting ready for work as if she were going to a regular workplace. Zo'r, qarang. Come to realize degani anglab yetdiki degan uchalasi birdan keladi. Came to realize uchalasi birdan. Come to realize degan oxir oqibat anglab yetdiki uning ishi foydaliroq bo'ladi. Qarang, benefited degan foydaliroq, bir barakaliroq bo'ladi deylik, ha? Endi ko'p so'zlarni kontekst bilan tarjima qilmasak bo'lmaydi. Barakaliroq bo'lar edi agar u rioya qilmoq, qarang, follow degan bu yerda rioya qilmoq degan. Rutin nima bu? Kun tartibi, to'g'rimi? Kun tartibiga rioya qilsa, ha? Getting ready for work, ya'ni ishga borish yoki ishlashga tayyor bo'lish, get ready degan tayyor bo'lmoq degan. Shuni bilib qo'yaylik. Get ready degani tayyor bo'lmoq, ya'ni tayyor bo'lishga rutinga rioya qilishga, ya'ni biror joyda ishlasangiz ertalab turasiz, nonushta qilasiz, nonushta qilganingizdan keyin qanaqadir bir nima desam bo'ladi? Nonushta qilganingizdan keyin kiyinasiz, keyin yo'lga chiqasiz. Bu o'zingizda rutiningiz bor-ku ishga borayotganingizda. Xuddi shunaqangi rutinga rioya qilishim kerak edi. As if go'yoki degani. Go'yoki xuddi deymiz-ku. Xuddi o'zingni xo'jayinni tutasan,
deydi xo'jayin bo'lmasa ham, ha, shunday. Go'yoki she were going to a regular workplace. Xuddi u doimiy muntazam ishxonaga borayotganday, ishxonaga borayotganday qonun qoidaga rioya qilish kerakligini bildi va bu o'shanaqa qilsa ishi barakalroq bo'lardi deb bildi deyapti. Ya'ni nima demoqchi bo'lyapti bu yoqda? U tomda ishlaydi-ku uyda, o'zini uyida. Tomda ishlasa ham xuddi ishga borgandagi kun tartibi kabi kun tartibi qattiq bo'lishi kerak ekanda bu. Deb o'ylagan ekanda. Shuni o'ylagan emas, shu narsani tushunib yetibdi. Agar shunaqangi xuddi ishga borayotganimdek hamma narsani hamma rutinga bo'ysunsam, meni ishim barakalroq bo'ladi, foydaliroq bo'ladi deganda. At first, it seems cool to roll out of bed in your pajamas and sit down to work still blear-eyed. It is the shortest commute in history. It is really a dream. Mana qarang. Boshida deyapti, boshida deydi, ha? Boshida it seems cool degani xuddi bu zo'r bo'lib tuyuladi degandayda. Qarang, cool degan zo'r degan. Bu zo'r bo'lib tuyulardi to roll out of bed degani, ya'ni anaqangizda divaningizda ko'rpangizga o'ralib yotish, o'zingizning pijamangizda deyapti. Ya'ni pijama degani, qarang, pijama degani bu ishxonada kiyiladigan narsa bu. Qarang mana. Uzr, adashdim. Meni kechiring. Yotadigan narsa ekanki. Men adashdim. O'sha adashganimni his qilganim uchun ham nima qildim men? Tek ko'ray dedim. Yaxshi. Demak, nima deyapti bu yoqda? Ya'ni bu juda ham zo'r bo'lar edi. Boshida u zo'r tuyulgan edi. O'zingizda mana anaqangiz divaningizda yotish, karavatingizda, shu betingizda yotasiz, o'zingizda pijamalaringiz bilan. Pijama shu yotishga kiyadigan kiyim, ha? Va sirazi o'shanaqangi pijamangizda turib ham shuni o'tirasiz o'zingiz ish stolingizga, hech qanaqangi kiyimlaringiz almashdan. Ko'zingizni qarang, bleary eyed degani bor-ku. Ko'zlari qanaqadir bir uyqusiragan ko'z deganda, ya'ni sizga tushuntirib beryapti. Ko'zingiz uyqusirab ham pijamalaringizda turib ish o'rningizga o'tirish bu zo'r tuyuladi deyapti. Va bu shu bilan birga tarixdagi eng qisqa ishxonaga qatnash deb qaraladi va bu haqiqatan ham ko'p odamlar uchun orzu deyapman. It's really a dream. Orzu. Lekin I learned that, lekin men o'rgandimki, it was important to stick to professional routine. Qarang. Stick to zo'r so'z. Stick to degan tarjimasi, ya'ni bo'ysunish, qattiq rioya qilish degan. Ya'ni men o'rgandimki, professional bir kun tartibiga professionallarcha yondoshib nima qilish, muntazam qattiq shunga rioya qilish juda ham muhim ekan deyapti. Ya'ni uyda o'tirsangiz, professional bir rutinaga bo'ysunmasangiz bo'lmaydi. Bu juda ham muhim rutinga bo'ysunishingiz, hatto uyingizda ishlasangiz ham deyapti. In this manner, shu yo'sinda I find it easy to stay focused. Agar o'shanaqangi professional rutinga bo'ysunsangizgina, o'sha yo'sinda focus, e'tiboringiz juda ham nima deydi, yig'ilgan bo'ladi deyapti-da. Ya'ni aks holda ishlayotganingizni his qilmaysan, fikringiz bo'linib ketaveradi deyapti-da. Tushundingmi? Yaxshi. Umid qilaman men tushuntirib bildim. Endi ishlashni boshlaymiz.
Vokablarni o'zingiz ishlaysiz. Vokablarni ham qiyin emas. Sizlar bilan ishlaysiz-da. Sizlar bilan ishlaysiz. Mana bu multiple choice'ni qilib berayman. According to the passage. Passage'ga binoan o'sha joyni o'qishingiz ham shart emas. Juda ham kerak yo'q. Baribir passage'ga binoan ishlaymiz-ku. Colin Clark found it helpful when working at home to qarang. Clerk deyapti, bildiki it would be helpful degani it found it helpful, ya'ni nimanidir juda ham bir foydali deb bildi qachonki ishlaganda uyda turib, qarang, uyda turib ishlaganda when working at home to work in pajamas. Ya'ni aytayapti, agar deyapti pijamada ishlasa uyda turib juda ham foydali bo'ladi deyapti-da. Qarang, urg'u hozir pijamada ishlashga qaror qildilar. Ya'ni pijamada zo'r ishlasa bo'ladi deyapti. Tekstda urg'usi pijamada ishlash emas. Pijamani bir aytib o'tib ketdi. U bo'lmaydi javob. Ya'ni mazmuni clerk shuni bilib qoldiki, uyda turib pijamada ishlasa odam zo'r ishlar ekan deganday bo'lyapti-da. Ya'ni o'sha narsa foydali bo'lar ekan degandek gapiryapman mana bu yoqda. Mana found in helpful degani juda ham foydali bo'lar ekan deganda. Clerk juda ham bir foydali bo'lar ekan agar ishlaganda odam uyda o'tirib pijamada. Yo'q, bunaqa narsaga urg'u yo'q. Pijamani bir aytib ketdi, endi pijamada ishlash haqida, pijamada ishlasa odam zo'r ishlaydi degan ko'proq izoh berib ketmadi-ku, to'g'rimi? Shunaqa. Bitta suv ichaylik, hay. Chanqadi odam. Gapiravergan sayin, anaqa bo'ladi-da, quriydi odam. Clerk found it helpful when working at home to work in different areas of the house. Clerk uni juda ham foydali deb bildi qachonki ishlaganda uyning turli xil joylarida, ya'ni yotoqxonada yoki aytaylik sitting roomda, oshxonada, turli xil uyning joylari degan turli xil xonalarda ishlashsa foydali edi. Qarang, bu javobda urg'u uyning turli xil joylarida ishlashga ketyapti. Uyning turli xil joylarida ishlash. Turli xil xonalarda ishlash. Lekin tekstda bizni uyni u burchagida ishla, bu burchagida ishlasa yaxshi bo'ladi deb aytdimi? Ya'ni turli xil joylar haqida gap ketmadi, faqatgina bitta loft haqida gap ketdi. Bu javob bo'lmaydi. Clerk found it helpful when working at home to use one telephone for both personal and business calls. Qarang. Clerk uni foydali deb bildi, nimanidir foydali berdi. Ya'ni hozir bu yoqda borki, it degan narsa silly mana bu gapda hozir. Bitta o'ylab qarasangiz, ya'ni clerk ham biznesga, ham personal telefonlarga bitta telefonni qo'llashni juda ham foydali deb bildi qachonki uyda ishlaganda. Qarang. Clerk qachonki uyda ishlaganda bitta telefonni ham biznes qo'ng'iroqlarga, ham personal qo'ng'iroqlarga ishlatishni juda ham foydali deb bildi. Ya'ni ikkita qo'ng'iroqqa biznes qo'ng'iroqlar nima degan? Ishxonadagi telefon kollarga, personal esa o'rtoqlari, qarindoshlar telefon qilganga bitta telefon. Qarangda, juda ham not given javobda bu. Nimaga deganda bu ham qo'ng'iroqlarda bo'lmadi-ku ikkiga. Ya'ni o'zini shaxsiy masalalarga bitta telefon, ya'ni biznes ishxonasiga bitta telefon, отдельно telefon ishlatish kerak deb telefonlarni bo'lmadi-yu, to'g'rimi? Bo'linmadi tekstda hech qayerda. Tekstda bo'linmaganlardan keyin bu javob olmaymiz. Bu not given. Tekstda aytilmadi unaqa narsa. D. Clerk found it helpful. Qarang, it, mana bu yerdagi it, mana bu gap hozir. Ya'ni qachonki clerk uyda turib ishlaganda, u
ya'ni u ofisda bo'lmagan payti telefonlarga qanaqadir bir javob beradigan mashinkani o'rnatib qo'yishni foydali deb berdi. Ya'ni qanaqadir bir bot haqida gap ketyapti. Ya'ni o'zi telefoni ko'tarilmasa, ofisdan tashqariga chiqib ketganda u bitta botni olib qo'yadi. Bot telefon qilgan odamlar bilan gaplashaveradi. O'sha narsani foydali deb bildida, deyapti. Qarang. Clerk found it helpful when working at home to use an answering machine while out of the office. Ya'ni ofisdan tashqarida bo'lganda answering machine'ni qo'llashni juda ham foydali deb bildi. Qarang, answering machine'lar haqida gap ketdimi? Yo'q. Bu ham not given bo'ladi. Toza not given. Keyingisi. Clerk found it helpful when working at home to keep to a business-like routine. Zo'r. Business-like routine degani xuddi professional rutiniga bo'ysunishni uyda bo'lganda juda ham foydali deb bildi, deyapti. Xuddi shu narsa mana bu yoqda bor. I learned that it was important to stick to a professional routine. Mana men o'rgandimki, professional rutinga bo'ysunish juda ham muhim deb o'yladim, deyapti. Unday bo'lsa nima bo'ladi? Unday bo'lsa mana professional routine degani business like rutinga bo'ysunish degani. Keep degani keep to degani bu yerda qaysi bo'ladi? Stick to ga sinonim bo'ladi. Stick to bizda keep to ga sinonim bo'lyapti. Keep to ga sinonim bo'layapti. Xo'p, demak shu javobni olamiz. Yaxshi. Keyingisi. It is clear from the passage that Colin Clark was the first person from her company to work from home office. Qarang, it is clear from the passage that desa juda ham ehtiyot bo'lamiz. Qarang, it is clear from the passage that degani mazmuni passage-ni o'qib o'zing xulosa qilgin, aniqlab olgin degan bo'lyapti-da. Ya'ni tushunib olgin, aniq qilib berib qo'yilgan deyapti-da. Tushunadimi? Colin Clark was the first person from her company to work from home office. Demak, javob A bo'ladi. Nima demoqchi bo'lyapti bu yoqda? Bu yoqda clerk degan odam birinchi odam bo'lgan edi, kompaniyasini uydan turib ishlayotgan. Ya'ni undan oldin hech qanaqangi odam ishlamagan edi uydan turib, deyapti-da. Bu lekin birinchisi bo'lgan edi deb. O'sha joyni biz o'qidik. Qayerda edi? Astonning mana ekanda. Mana. Mana shu yerda ko'ringlar. Her company astounded her and said yes. Mana. Kompaniya uni hayratga solib qo'ydi va ha javobini berdi. Nimaga ha javobini berdi? Uyimdan turib ishlasam bo'laman degan nimasiga-da. Astounded her and said yes. It hadn't been done before. Ya'ni bu oldin bunaqasi bo'lmagan deyapti. Oldin bunaqasi bo'lmagan deb aytayapti. U degani birinchi marta bo'ldi degani emasmi shu, ha? Bu tomanja muhim emas ekan. Uning kompaniyasi uni hayratga qoldirib ha javobini berdi va bu bunaqangi narsa avval bo'lmagan edi. It hadn't been done before degani bu yoqda the first person from her company ga sinonim bo'ladi. Keyingisi Clark endi A javob bu turibdi. B, C, D ilarni bir ko'rib qo'yaylik. Clark was often distracted by something trivial when working at home. Qarang. Clark deyapti. Distracted by degan qanaqadir bir chalg'igan edi deyapti-da. Chalg'ib qolgan edi.
Something trivial degan juda ham bir oddiy narsalarga deyapti-da. Juda ham oddiy narsalarga chalg'ib qolgan edi, qachonki uyda ishlayotganda. Qachonki uyda ishlayotganda oddiy narsalarga ham chalg'ib ketgan edi. Demak, chalg'iganligi bormidi bu yoqda? Mana bu yoqda bo'lsa kerak edi. Mana bu yerda ekanda. She found that it was important to minimize distractions. Mana u bildiki, angladiki deyapti, anglab yetdiki, u juda ham muhim. Nima muhim? Ya'ni qanaqadir chalg'ituvchi narsalarni qisqartirish muhim dedi. Tushundingizlar? Qarang. Uni chalg'ituvchi narsalarni qisqartirishni muhim deb bilganligini bu yerda nazarda tutyapti. Ya'ni nimani muhim? Qisqartirish, distraksionni qisqartirish muhim. Bu yerda esa u realni chalg'ib ketdi deyapti. Qarang. Tez u deyapti, chalg'ib turar edi, qanaqadir bir oddiy narsalarda ham uyda deyapti. Birinchidan bu yerda trivial things degan narsalarga urg'u yo'q. U keyin chalg'i useless, u aniq chalg'iganligi haqida tushuncha bermagan. Chunki mana bu yoqda aytayapti. Shu narsani bildi deydi, lekin u narsa boshiga tushmadi, lekin shu narsani bildi deyapti-da. Bildi, shu narsani anglab yetdi deyapti. Lekin bu yerda esa aniq chalg'idi deyapti. O'sha javob bo'lganligi uchun bo'lmaydi bu javob. Found that her customers didn't like calling her at home. Bu javob not given. Qarang, nima deyapti? Clerk bildiki deyapti, uni klientlari xohlamagan edi, uni telefonda uyda o'tirib gaplashganligini. Ya'ni klient aytayaptiki, nimaga uyingda turib gaplashasan, ofisda emassan, deb yoqtirmadi deyapti-da. Bunaqa narsa tekstda berilmadi-ku. Ya'ni klientlar yaxshi ko'rdi uni uyda turib gaplashganini yoki yomon ko'rdi va yomon munosabat bildirdi degan tushunchalar bo'lmadi. O'shaning uchun bo'lmaydi. Bu javob not given. 100%. Bu javobim bo'lmaydi. Xo'p, Clark found it too difficult to separate her home life from her work. Nima deyapti bu yoqda? Clark bildiki deyapti, uni uydagi hayoti bilan uni ishdagi hayotini ajratish juda ham qiyinligini bildi. Ya'ni ish hayoti bilan uydagi hayoti chalkashib, aralashib ketib qolgan ekanda. Tushunarlimi? Chalkashib, aralashib ketib qoldi va o'sha narsani bir-biridan ajratishni qiyin deb bildi deyapti-da. Shunaqa joy bormi? Men bu yo'lda bor ekanman. Everything needs to be in the work area, she says, so that you're not up and down, back and forth. Hamma narsa o'zi ishlayotgan joyda bo'lish kerak va u aytdiki, tepaga chiqavermasdan, pastga tushavermasdan hamma narsani oldiga olib kelib olgan yaxshi ekan deyapti-da. Qarang, hamma narsani oldiga olib kelib olgan yaxshi ekan deyapti. Bu yerda aytmayapti. Bu yerda aytmayaptiki, aralashib ketgan va uni ajratish qiyin deb bildi demayapti. Prosta ikkalasini ajratish qiyin ligini urg'u beryapti. Tekstda esa imенно ajratilmaganligiga urg'u yo'q. Ya'ni uni ishi bilan uydagi hayotini aralashib ketgan va uni ajratilmay qovun tushirib, aralashtirib, rasosini chiqargan demayapti-da. O'shaning uchun bu bo'lmaydi. Xo'p, Clark gave up commuting to Washington after 3 years, not given. Ya'ni Clark deyapti 3 yildan keyin Washingtonga qatnab ishlashni to'xtatdi. Yo'q, Washingtonga qatnab ishlashni to'xtatdi degan joy biror joyda yo'q. U kelishgan edi. 3 hafta onlayn, 1 hafta offlayn Washingtonga borib ishlayman dedi. Va tekstda aytmadi 3 yildan keyin o'sha anaqangi xarakterini to'xtatdi demadi. Bu bo'lmaydi javob. Va A javob bilan. Qarang, ham narsaga urg'u bermoqchiman. B javob bilan D javobning to'g'rilik ehtimoli juda ham balanddek ko'rinadi. Har doim ikkita javob bor-ku, juda ham bir-biriga yaqin bo'lsa, to'g'rilik nuqtai nazaridan ikkala javobni chiqarib tashlaymiz. Nega B javob bilan D javob bo'lmayapti-yu, lekin A javob bo'lib ketadi. Chunki A javobning aniqligi, tekstda konkret berilganligi B bilan D javobdan ko'ra balandroq. Ulardagi 49% dan bo'lsa, A javobniki 51% bo'lib turibdi. True false
o'zi mana shunaqangi xalqaro standartlashgan testlarda xato javob, realniy xato javobdan ko'ra qanaqadir bir xato javobga yaqinlik bo'lgan javoblar beradi. Ya'ni konkret xato emas, xatolikka o'xshab ko'rinadigan javoblar beradi. Va siz uni xato deb olib ketishingiz kerak. Ya'ni xato javob 100% xato bo'lmaydi-yu, 48%, 50%, 30% xato javoblar bo'ladi-da. Keyingisi. It is clear from the passage that Clark had a hard time trying to persuade her company to accept her suggestion. False bo'ladi. Qarang. Ya'ni have a hard time degan juda ham qiynaldi degan. Juda ham qiynaldi ko'ndirishga, persuade ko'ndirishga qiynaldi kompaniyasini qabul qildirishga uning maslahatlarini. Uning maslahatlari, maslahat deyman, uzr. Suggestion degani nima deydi? Taklif deylik. Ya'ni taklifini kompaniya qabul qildirishga uchun ko'ndirishga juda ham qiynaldi deyapti. Yo'q, qiynalma, osongina. U aytdi-ku mana, astounded her dedi mana bu yerda. Ha deb yubordi, sirazi aytdi. U qiynalmadi u. Bo'lmaydi. Was surprised by the company's approval of her suggestion of telecommunicating. Clerk deyapti, surprised degani bor-ku, ajablanib ketdi, hayron qolib ketdi degani. O'sha sababli mana bu yerda surprised by degani bor-ku, bizda hozir astounded her bilan nima bo'ladi? Sinonim bo'ladi. Mana astounded her. Astounded her degani bu yerda nima bo'lyapti? Surprised by bo'lyapti. Kompaniyaning approval degan ma'qullaganidan, uni maslahatni ma'qullaganidan hayratlanib ketdi deyapti-da. U yerda ham shunaqa narsa bor edi-yu. Demak, javobimiz B bo'ladi. Xuddi o'shansini aytgan mana bu joyda. Mana. Her company astounded her and said yes. Ana shu joydan keladi javob. Xo'p, keyingisi clerk wouldn't recommend telecommunicating to other employers. Xo'p, clerk maslahat bermagan bo'lar edi telecommunicating sohasida ishlashni boshqa ishchilarga deyapti. Yo'q, men maslahat beraman yoki maslahat bermayman degan narsa bo'lmayapti bu yerda. Yo'q. Clark failed to convince her employers of the benefits of telecommunicating. Qarang. Clark omadsizlikka duch keldi ko'ndirish uchun uning ish beruvchilarini uning telekommunikating foydalariga, ya'ni u omadsizlikka uchramadi deyapti bu yerda. Hatto yerda omadli bo'lgan edi deyapti. Короче, bu javob bo'lmaydi. U omadsizlikka uchramagan, u omadli bo'lgan. Keyingisi, found it very difficult to concentrate on her work at home. Ya'ni u juda ham qiynaldi e'tiborni ishiga qaratishini uyida ishiga e'tiborni qaratishga juda ham qiynaldi degani o'zi qo'ldan kelmadi, juda ham qiyin ekan deb bildi. Qiynalmadi bu yerda. Mana bu yerda bo'lganda. It is a dream for parallel. Men bedenda in this manner I find it easy to stay focused. Ya'ni o'sha yo'sinda men osongina e'tibor, ya'ni u haqiqatan ham qiyin ekan degan narsani tekstda bermayapti-da. Ya'ni difficult degan so'zga siz tekstda hech qayerdan topa olmaymiz, lekin mana shu joyini tekstda oxiridagi nuqtaga qanaqadir chalkashtiryapti-da bizani. Manchadan chiqqanga o'xshab ko'rinyapti, lekin bu yerda boshqacha fikr berilyapti. Tekstda boshqacha fikr. Mana bu yerda qiyin fokus qila olmaydi deyapti. Bu yerda esa boshqa narsa deyapti. Shuning uchun ijobim bo'lmaydi.